Assalomu alaykum hurmatli kursimiz kuzatuvchilari. Navbatdagi video darsligimizda biz BMG ga 3D modellarni olib kirishni o'rganamiz. Buning uchun bizga nimalar kerak bo'ladi? Birinchi navbatda biz sizga tashlab bergan mana shu BMG 3D model degan papkani ochib olishingiz kerak bo'ladi. Hozir endi davomini ko'rib chiqamiz. Hop, BMG ning ichiga kiramiz. Biror bir kartani buning uchun tanlab olamiz. Xohlagan biz qaysi kartada ishlamoqchi bo'lsak, o'sha kartaga kirib olishimiz kerak bo'ladi. Hop, hozir men ko'proq foydalanadiganim mana bu. Hop. Bu yerda karta tanlashga e'tibor berishingiz so'rab qolaman, chunki men bu ba'zi bir kartalarda qanaqadir nima desak bo'ladi, yorug'lik masalasi biroz boshqacharoq bo'lishi mumkin. O't o'lanlar yam-yashil bo'lmasligi mumkin, biroz ochroq bo'lishi mumkin, qanaqadir cho'llik zona bo'lishi mumkin va hokazo. Sizga qaysi bir qulay bo'ladigan bo'lsa, o'sha zonani ochib olishingiz kerak bo'ladi. Hozir biz mana Italiya degan zonani ochib olamiz. Hop, Italiyadan hop aytaylik, mana shu joydan boshlaylik. Hop, oldin men bu kartada ishlaganim uchun hozir menda kartada qanaqadir suvlar qo'yganman, chuqurlar kovlaganman. Xullas, men oldin o'zgartirish kiritganim uchun hozir menda o'yin boshlanganda yer ostidan boshlandi. Shunda kameradan chiqdim, qilgan ishim tepaga quyoshga qarab harakatlandim va yer ustiga chiqib oldim. Hop, endi bizda 3D modellarni qanday qilib tashlaymiz? Misol uchun bizda mana bu joyda Windows bo'limida kerakli funksiyalar bor. Hop, bularni rasmga olsangiz bo'ladi. Men sizga rasmga olib obязательно tashab qo'yaman bu narsani. Hop, bizga asosan kerak bo'ladigan narsalar hop, asset browser bor, inspector bor, material editor. Hop, ochildi. Bizga mana shu 5 ta narsa kerak bo'ladi asosan bizning ishlashimiz davomida. Hop, bu yerda biz 3D modellarni olib kirishimiz uchun bizga asset browser kerak bo'ladi. E'tibor bersangiz, mana bu joyda bizda kartamiz ichidagi obyektlar joylashgan fayllar hisoblanadi. Endi biz bu yoqqa qanaqadir 3D modelni olib kirishimiz uchun bu papkani bir marta biz qandaydir o'zgartirish qilib olishimiz kerak. Buning uchun qalamchiga bosamiz. Mana bu chiziqchani bosib object select ga o'tib olamiz va nimanidir bu yerdan shunchaki o'chirib tashlashimiz kerak. Aytaylik, mana shu znak. Bosaman, o'chiraman. Yoki kartaga qanaqadir o'zgartirish kiritishimiz kerak. Aytaylik, tog'i rasmini qilamanda bir marta buni chuqur qilib qo'yaman yoki keraksiz joydan qanaqadir o'zgartirish kiritib qo'yaman. Misol uchun mana bu yo'qni chuqur qilib qo'ydim. Endi menda kartani saqlanib qilish imkoniyati ochiladi. Ctrl S bosganimda menda mana bu joyda tepada level save degan yozuv chiqdi. Buni fayl bo'limidan ham save level qilib saqlanib qilsak bo'ladi. Hop, bizning kartamiz hozir endi saqlanib bo'ldi. Mana shu usulda kartalarni bir-biringizga tashib bersangiz ham bo'ladi, lekin biz asosan bu kartani saqlanib qilganimizdan keyin biz o'yindan chiqib ketamiz. Chiqqanimizdan keyin bu o'yinga kirish launcherini yana bosganimizda bizda kechagi o'yini chiqadi. Kecha ko'rsatgan oldingi darsligimizda ko'rsatgan o'yini chiqadi va bu yerda запустить deb bossak o'yinga kirardi. Bu yoqda biz kecha управление пользовательной papkani tanlagandik. Yana shuni tanlaymiz. Открыть papka пользовательный tanlaymiz. Versiyani tanlaymiz va bu joyda levels degan papka bor. Bu avtomatik yaratiladi. Va bu joyda Italiya degan papka ochildi menda. Qaysi kartani agar siz saqlanib qiladigan bo'lsangiz, o'sha karta nomi bilan papka ochiladi. Bu karta nomiga o'zgartirish kiritib qo'ymaysiz. Shunchaki kartani ichiga kirasiz. Mana hozir mana shu joyda flatbed uchun mo'ljallangan papka tashab qo'yganman bitta. Endi bu yerga qo'shimcha biz yana bir nechta fayl tashashimiz mumkin. Buni qanday amalga oshiramiz? Buning uchun biz kechagi darsligimizda o'tganimiz kabi ikkita oyna ochib olamiz. Endi bu yerda bir narsaga e'tibor berishingiz kerak. Biz hammasini olib qo'yib shuni tashab qo'yadigan bo'lsak, bizda barcha modellar ko'rinadi. Lekin bizda bu ikkita muammoni keltirib chiqadi. Birinchi navbatda kompyuterimizda C diskda ma'lumot ko'payib ketadi. Sababi biz buni har bitta karta uchun qaysi modda ishlatadigan bo'lsak, 3D modda ishlatadigan, modelni ishlatadigan bo'lsak, har birini papkasiga tashlashimiz kerak. Shuning uchun biz asosiy D diskimizda turgan bazamizdan keraklilarinigina bu yoqqa papka qilib ko'chirib olamiz. Misol uchun menga qanaqadir zinalar kerak. Mana zinalar bor bu yerda. Demak, zinalar kerak bo'lgani uchun men zinalardan nusxa ko'chiramanda bu yoqqa kopirovat qilib italyanchaga tashlayman. Xo'p, keyin menga personajlar kerak. Tepada personajlar papkasi bor. Men personajlarga kirsam, menda Marvel, Scout Game,
Ironman, Flatbed, chaqmoq McFin va hokazo modellar bor. Bularning ichiga kirib, mana bu joyda vid bo'limini ochib, rasmidan ko'ra olsak ham bo'ladi. Hozir bunda ko'rinmadi. Xullas, nomidan o'zingiz Blenderga tashab yoki o'yin ichiga olib kirib, bu fayllarni qanaqa fayl ekanligini bir sidra ko'ra olasiz o'zingiz uchun va o'zingiz uchun qulay qilib nomlab olasiz. Men o'zim uchun nomlab olganman. Endi menga Marvel modlari kerak, shuning uchun mana bu yerdan Spider-Man tashiyman, Thanos tashiyman. Hop, Kapitan Amerikani tashiyman va boshqa kerakli modlarni tashlashim mumkin o'zimga keragini. Hop, bu joyga shunchaki tashab ketaveramiz. Xohlasangiz bu yerga yana bitta papka ochib, o'zingiz yangi papka ochib, misol uchun personajni saqlanib qilasiz. Mana shu hammasini qo'shganlaringizni hammasini personajni ichiga tashab qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun Kapitan Amerikani, Flatbed tashiymiz. Hop, Spider-Manni tashiymiz, Thanosni tashiymiz. Buni ahamiyati yo'q. Qanaqa papka ochasiz, nechta papkaning ichida nima bo'ladi? Muhimi mana shu joyga tashab olish. Demak, BMG Drive 036 level hamda Italiya, ya'ni kartani nomi. O'sha kartaga tashiganimizdan keyin biz yana o'yinga qaytib kirishimiz kerak. Buni tekshirib olishimiz uchun. Hop, endi bizga edit bo'limi kerak. Edit bo'limini biz F11 tugmasi orqali ochib olamiz. Hop, F11 bilan ochganimizdan keyin bizda mana bu bo'limlardan asset browser kerak. Hozir загрузка qilyapti mana. Hop, bu yerdan endi mana papkalardan kerakligini ochib olamiz. Bizga asosan keragidan Italiya papkasini ochdik. Italyanchada mana personajlar, boyaga tashlagan papkamiz. Papkamiz ichida boyaga 3 ta tashlagan personajimiz. Personajni ustiga bosamiz va bu tomonda bizda ichidagi fayllar chiqadi. Bu teksturalar, mana bu aynan bitta 3D modelni o'zi. Biz bu yerdan faqatgina DAE, ya'ni DAE formatdagi 3D modellarni biz kartaga olib kirishimiz mumkin. Ko'rdingizmi? Tushdi. Endi qarang. Biz agar teksturasini bu yoqqa olib kiradigan bo'lsak, bu narsa tushmay qoladi. Ya'ni ishlamaydi. Shuning uchun biz faqatgina DAE bilan ishlaymiz. Hop, kartani ochganimizdan keyin, ya'ni o'sha modni tashlaganimizdan keyin biz buni o'z ixtiyorimizga ko'ra katta kichik qilib olsak bo'ladi. Buning uchun kartani tanlaymiz va kompyuterimiz klaviaturasida boya mashinada bo'lganimizda kamerani almashtiradigan klaviaturamiz bor edi. Bizda 1 2 3 yoki 7 gacha bo'lgan raqamlar bor edi. Ana shu raqamlardan biz foydalansak bo'ladi. 3 tasidan foydalanamiz. Misol uchun 1 ni bosadigan bo'lsak, buni joylashuvini o'zgartiradi. 2 ni bosadigan bo'lsak, buni aylantirishimiz mumkin xohlagan o'qimiz bilan. 3 bosadigan bo'lsak, biz uni katta kichik qilishimiz mumkin. Agar siz fizikani buzib qo'yishni xohlamasangiz, mana bu joyda ikkita o'qni ham ushlab, birdaniga fizikasini buzmasdan o'zini ko'rinishida katta qilsak bo'ladi.